Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari. Bog' dunyosiga xush kelibsiz. Xo'sh, bizdan yaqinda savol berishgan ekan. Urg'ochi surx va ikkilamchi urg'ochi surxni qanday ajratamiz deb. Ana azizlar, bu yerda mana ikkita surx turibdi. Ikkita novda. Mana busi, mana bunisi. Mana yon-bu-yon chiqqan, mana yaqindan ko'rsataman. Mana bunisi ikkilamchi urg'ochi surx hisoblanadi. Buni tagidan olib tashlaymiz. Mana bu urg'ochi surx. Buni ikkita yo uchta pindik qo'yib kesib tashlaymiz. Mana bunisi esa ikkilamchi erkak surx hisoblanadi. Ya urg'ochi emas, ya erkak emas. Bu hosil qiladi, lekin mayda qiladi. Buni ham mana bu yerdan olamiz. Shunda mana bu pindikdan chiqqan kurtakdan hosil beradi. Shu keyin bu yerdan novda beradi. Bunisi urg'ochi hisoblanadi. O'rganib oldilaring. Shu videoda ko'rsatib qo'yilgan telefon raqamiga murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar.